Dünya özünün adaq tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqxon. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. 12. Xotirjamlik va bayoshatlikning umumlashishi. Musulmonlar urush janglarini kutish, dushmanlarga qarshi turish bilan Makka va Madinada bir mazgil yashadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yillarning o'tishi bilan qiyomatning yaqinlab qolganligini, xotirjamlik va bayoshatlikning ko'paydiganligini xabar qilib, Arab diyori bog'u bo'stonliq va daryoliq holatiga qaytmoqcha, Iroq bilan Makka orasidagi yo'lovchi yo'ldan ezib qolishdan boshqasidan qo'rqmay mangmoqcha, harj ko'paymaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi sahobalar. Ey Rasululloh, harj degan nima deyishdi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam harj degan o'ltirish deb javob berdi. Bu mazmunni yana Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu ning rivoyatini kuchlantirdi. Adi radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga: "Ey Adi, sen Hirani ko'rib baqqanmi?" dedi. Men: "Uni ko'rib baqmagan, ammo shundaq bir shahar bor deb anglagan" desam, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Agar umring uzun bo'lsa, ayol kishining Hiradan yo'lga chiqib, Allah'tan başqa hech kimdan qo'rqmay, xotirjam holda yo'l yurib, Ka'bani tavob qildiganligini cho'qim ko'rsan" degan edi. Allohning izni bilan mallar ko'payib to'lib tashidi. Mahdi maydoniga kelib va Isa alayhissalom tushgan vaqtlarda ezilish va zulmning o'rnini adolat oladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. 13. Hijozdan bir o'tning chiqishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xabar qilgan qiyomat alomatlaridan biri Madina Munawvara atrofidagi Hijoz zaminidan bir o'tning chiqishidir. Bir qism olimlar va tarixchilar bu alomatning Hijriya 654-yili, milodiya 1256-yili bo'lganligini bayon qilishdi. Hafiz Ibn Kasir bu vaqtda to'xtalib mundaq degan: Hadisda kelgandek Hijoz zaminidan bir o't chiqib, uning yo'riqidan Busradagi tugilarning bu yo'llari yurib ketgan ahvol bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Hijoz zaminidan bir o't chiqib, Busradagi tugilarning bu yo'llarini yuritmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ba'zilar bu o't 3 oy yongan bo'lib, shahar ayollari o'tning yo'riqida g'azal to'qishadi degan. Abu Shama bu voqeani sifatlab mundaq degan: Hijriya 654-yili Jumadiyal oxirining 3-kuni chorshanba kechasi Madina Munawvarada qattiq guldirmama ovoz anglanib, yer tavrash yuz berdi. Bu yer tavrash shu oyning juma kunigacha davomlashgan bo'lib, yerlar, ko'llar, tam to'rislar, yog'ochlar, eshiklar pat-pat tavrab turdi. Keyin Qurayzaga yaqin Harra degan o'rinda g'oyat zo'r o't paydo bo'ldi. Biz bu o'tni Madinadagi uylarimizdan ko'rdik. U o't go'yoki qasrdek yalqinlarni chachirtib, Shaza vodisiga o't kelgundek oqmoqda edi. 14. Turklar bilan urushish. Ilgari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan boshqalar orasida yuz berganligini oldin ola xabar bergan urush va janglarning qiyomatning alomatlaridan ekanligini bayon qilgan edik. Shu urushlarning biri musulmonlar bilan turklar o'rtasidagi urushdir. Bu urush sahobalar zamonida Umayya xalifaligining dastlabki davrlarida bo'lgan bo'lib, ular turklarni mag'lub qilib, ulardan g'animatlar olgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlar ko'zlari kichik, qizil yuzlik, burunlari panoq, yuzlari xuddi cham bilan qoplangan qalqandek kang turklar bilan urushmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Sizlar toki yung kashlarni kiydigan bir qavm bilan urushmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Birlikka kelingan hadis. Hadisda tilga olingan turklardan Mo'g'ullar maqsad qilingan bo'lib, ular Hijriya 656-yili, milodiya 1258-yili islom davlatlarini besib olib qon to'kkan, lekin ular oxirida islomga kirgan. 15. Kishilarni qamchilaydigan zolimlarning maydoniga kelishi. Hurmatli payg'ambarimiz xabar qilgan qiyomat alomatlaridan biri bo'lsa, kala quyruqiga o'xshaydigan har turli tera, tuk, rezinka, daraxt shoxlari va boshqa narsalardan bo'lgan qamchilar bilan kishilarni uradigan zolim hokimlarning qo'lchimoqlarining maydoniga kelishidir. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oxir zamonda Allohning noroziligida tong atqizib, g'azabida kech qoladigan, qo'llarida kallaning quyruqidek qamchilarni tutib oladigan kishilar maydoniga keladi degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatimdan do'zax ahli bo'lgan ikki turlik odamlar bor bo'lib, ular texi dunyoga kelmadi. Biri qo'llarida kallaning quyruqidek qamchilarni tutib olib, kishilarni uradigan odamlar degan.
Muslim 2128 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar uzun yashayolsang pat arada Allohning noroziligida tong atqizib la'natida kech qoladigan qo'llarida kala quyruqiga o'xshaydigan bir narsalarni tutib olgan kishilarni ko'rasan degan. Bu hadis ularning kishilarni uradiganligini ochiq bayon qilmagan bo'lsa-mu, lekin ularning norozilik va la'natga qoldiganligi ularning kishilarga qilgan tajovuzi va zulmining ko'p ekanligini ko'rsatishi mumkin. 16. Urushlarning ko'payishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayon qilgan qiyomat alomatlaridan biri urushlarning ko'payishi bo'lib, hatto bir kishi yana bir kishini nima uchun o'ldirganligini bilmaydi. O'ldirilguchimi nima uchun o'ldirilganligini bilmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, o'ldirguchi nima uchun o'ldirilganligini, o'ldirguchimi nima uchun o'ldirganligini bilmaydigan kun kelmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ey Rasululloh, bu qandoq bo'ladi deb so'raldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fitna sababidan bo'ladi. O'ldirguchi va o'lguchi do'zaxga tushadi deb javob berdi. Osman radhiyallohu anhuning o'ldirilishi bilan fitna boshlandi. Sababsiz urushlar ko'payishga boshladi. Bugungi kunda dahshatli urushlarga xizmat qiladigan vayron qilg'uchi qurollarning paydo bo'lishiga ergishib, minglarcha insonlar bu urushning qurbonlariga aylandi. Mana bu bir qism urushlarda vafot bo'lganlar statistikasi. Birinchi Dünya urushida 15 million. Ikkinchi Dünya urushida 55 million. Vyetnam urushida 3 million. Rossiya ichki urushida 10 million. Ispaniya ichki urushida 12 million. Iroq-Eron urushi birinchi qatimliq Paris qo'ltiqi urushida 1 million. Iroq urushida 1 milliondan ko'proq. Bu urushlarning bir qismlariga o'ldirguchi nima uchun o'ldirganligini bilmaydi degan hadisni uyg'unlashtirg'ili bo'lmasa-mu, lekin odam o'ldirishning tarqalishi va ko'payishini bayon qilish uchun keltirib qo'ydim. 17. Amonatning zoya bo'lib qalblardan ko'tarilib ketishi. Kishilarni munosib o'rniga qo'yish ummatning davr surishi, yurt va xalqning gullanishi va madaniyat uyg'onishining asosidir. Amonat zoya bo'lganda tangpongliq buziladi. Kishilarning rohati yo'qaydi, qobiliyatsizlar boshqarish huquqiga ega bo'ladi-da, qalaymaqonchilik boshlanadi. Mana bularning yuz berishini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar qilgan. Amonatning zoya bo'lishining sababi bo'lsa, kishilarning niyatining buzilishidir. Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga amonat bo'lsa kishilarning qalb yildiziga Alloh tarafidan Qur'on tushmay turibla o'rinlashtirilgan. Andan Qur'on nozil bo'lgan bo'lib, kishilar Qur'on va sunnatdan amonatning qandoq ekanligini bilib oldi deb so'zlab berdi. Andan bizga amonatning ko'tarilib ketishi to'g'risida so'zlab, kishi uxlab qolganda uning qalbidagi amonat ko'tarilib ketadi. Faqat uning salpal izi qoladi. Andan u yana uxlaydi-da, uning qalbidagi amonat ko'tarilib, xuddi putining ustidagi dugulab tushgan cho'g' paydo qilgan qapartmaning iziga o'xshash izi qoladi. Qarab baqsang, amaliyotda uning ichida hech nima yo'q bo'lib chiqadi dedi. Andan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir tal kichik toshni ilib, putining ustida yumlatib ko'rsatib qo'ydi. Amonat ko'tarilib ketgandan keyin kishilar savdo setiq qilishsa, ularning ichidan biror ishonchli odamni topqili bo'lmaydi. Hattoki shu holatda kishilarga paloni avlodda bir ishonchli odam bor ekan deyilsa, kishilar uningga qarata nima degan botur, nima degan qaltis, nima degan aqlliq deb abrin o'qib ketishidi. Haqiqatda ashu maqtalayotgan kishining qalbida qisha chaqliq iymon yo'q degan edi. Mening beshimdan shundoq kunlar o'tgan ediki, u chaqda qaysi biringlar bilan savdo setiq qilsam parvo qilmaydim. Men muomala qilishgan kishi musulmon bo'lsa, uning diyonati menga uning xiyonat qilishidan to'satdi. Agar xristian yoki yahudi bo'ladigan bo'lsa, uning boshlig'i uni menga xiyonat qilishdan to'satdi. Bugungi kunga keladigan bo'lsak, men sizlarning ichinglardagi faqat palani va palonlar bilan elish-berish qila olmayman. Ko'pincha kishilarning niyati buzilib, noahlilar ishga qo'yiladigan bo'lib ketib, amonat zoya bo'lsa, qiyomat yaqinlashadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir o'ltirishda xalqqa so'z qilyotdi. Bir arabiy kelib, qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga javob bermay so'zlayverdi. Ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam arabiyning suolini angladi-yu, uni yoqtirmadi desa, ba'zilar uni anglamadi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlab bo'lgandan keyin qiyomat to'g'riliq so'rg'uchi qani dedi. Arabiy: "Mana men ey Rasululloh" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ish shu ishning ahli bo'lmagan odamlarga topshiriladigan chaqlarda qiyomatni kutsang bo'ladi" dedi. Buxoriy 59-hadis.
Bu alomat bugungi realligimizga tamoman uyg'un bo'lib, avamning manfaatiga aloqador bo'lgan mansablarda, universitet, ministerliklarda ko'plagan o'rinlarga layoqatlik, ishonchlik avamning manfaatiga ko'ngil bo'ladigan qobiliyatli kishilar boshliq qilib tayinlanmay, balki cho'ng boshliqlarning tonishlari yoki o'zaro foyda manfaat yetkaza oladiganlar va yoki shunga o'xshaydigan kishilar tayinlanmoqda. Shundoq ish shu ishning ahli bo'lmagan odamlarga topshiriladigan bo'lib ketgan chog'da qiyomatni kutsang bo'ladi. 18. O'tganki ummatlarning yo'liga ergashish. Musulmonlar mubtalo bo'lgan eng cho'ng fitnalarning biri bo'lsa, Yahudi, Xristian va boshqa kofirlarga ularning odatlari va axloqlarida o'xshash bo'lib olish va qarg'ularcha taqlid qilish fitnasidir. Payg'ambarimiz ummatidan bir bo'lak kishilarning hayoti, tabiati va odatlarida Yahudi va Xristianlardan iborat azg'unlarni taqlid qildiganligini xabar qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatim o'zidan ilgirki davrlardagilarga bir g'ulach agashmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Shuning bilan ey Rasululloh, ular Parislar va Rumliqlarmi deyildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan boshqa kim bo'lsin deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ogohlantirgan ishlarning ko'pinchisi yuz berib bo'ldi. Qolganlari Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bayon qilgandek pat yaqin yuz berdi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar cho'qim ilgirkilarning yo'llariga bir g'ulach ergishsizlar. Hatto ular kelarning to'shkiga kirsimi, ularga cho'qim ergishsizlar dedi. Biz: ey Rasululloh, ular ya'ni bizdan ilgirkilar Yahudi va Xristianlarmi deb so'rasak, Rasululloh, ulardan boshqa kim bo'ladi degan edi. Qozi Iyaz rahimahulloh mundoq degan: Hadisda tilga olingan g'ulach va to'shikka kirishlar ularga taqlid qilish va agishishga misol qilingan. Yahudi va Xristianlarga dinimizda yomon ko'riladigan holda taqlid qilish deganlikdan ular bilan o'zaro ilmiy tajribalarni almashtirish, dinimizga muxolif kelmaydigan kashfiyotlari va boshqarish tuzumlaridan foydalanish qatorliq ishlar maqsad qilinmaydi. Yomon ko'riladigan taqlidchilik bo'lsa, ularning dinimizga muxolif bo'lgan kiyim-kechak, urf-odat, cheklimisiz aralashish va qiz ayollarning hijoblanmasligiga o'xshash ijtimoiy muomalalari, jazona va shuningga o'xshagan iqtisodiy tuzumlarni taqlid qilishimizdir. 19. Dedakning xo'jayinini tug'ishi. Qiyomatning alomatlaridan yana biri dedak ayolning o'ziga xo'jayinlik qiladigan balani tug'ishidir. Buning sababi bo'lsa, hur kishi o'zining igdorchiligidagi dedak ayol bilan munosabat qiladi. Andin dedak homildor bo'lib bala tug'di. Bu bala dadasi tirik vaqtida hur bo'lib bo'ladi. Uning onasi yanada dadasining igdorchiligidagi dedak holatida turaveradi. Shuning bilan bala onasiga nisbatan xo'jayin o'rnida bo'lgan bo'ladi. Hadisda mundoq kelgan: Jibril payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat haqida so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga "Sana qiyomatning oldin bo'ladigan alomatlarni aytib beray. Dedakning xo'jayinini tug'ishi bu alomatlarning biridir" degan. Ba'zilar buning ma'nosi bo'lsa, dedaklarning podshohlarni tug'ishi, shuning bilan onalarning podshohlarning fuqarolaridan bo'lib, podshohlarning bo'lsa fuqarolarning xo'jayini bo'lishidir degan. 20. Kiyim kiygan yalang'och ayollarning paydo bo'lishi. Qiyomatning alomatlaridan yana birisi yasinish va ochiq kiyimlarni kiyishning avj elishi bo'lib, ba'zi ayollar torliqidan badanini aniq gavdalantirib qo'ydigan yoki nefisligidan mangan va o'ltirgan chog'larda avratlari ko'rinib qoladigan kiyimlar bilan sirtlarga chiqadi. Bundaqlar ko'rinishda kiyim kiygan bo'lsa-mu, ammo kiyimlarning torliqi, avrat joylari va zinnatlarning ko'rinib qolganligi sababli yalang'och hisoblanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Men taqat dunyoda ko'rib boqmagan ikki turlik do'zax ahli bor. Biri qo'llarida kala quyruqiga o'xshash qamchilarni ko'tarib olib, kishilarni uradigan odamlar. Yana biri kiyingan ammo yalang'och, kishilarni yo'ldan chiqarg'uvchi va yo'ldan chiqquvchi, chochlari tugining lo'kisidek turadigan ayollar bo'lib, ular jannatga kira olmaydi. Jannatning puruqini puriy olmaydi. Halbuki jannatning puruqi yiroq joylardan purab turadi." Muslim 2128 hadis. 21. Qo'y boqadigan yalang oyoq kambag'allarning bino solishda baslashadigan bo'lib ketishi. Qiyomatning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xabar bergan va hozir ko'rilgan bir alomati bo'lsa, burungi qo'y boqadigan yalang oyoq kambag'al kishilarning bino solish va uylarni bezashda baslashadigan bo'lib ketishidir. Bu ishlar musulmonlar nurg'un g'albalarga erishib, pul mollari ko'payib, dunyo ishlarida baslashadigan bo'lib ketishi avj olgandan keyin paydo bo'lishga boshladi.
Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, islom, iymon, ihson va oxirat to'g'risida so'ragan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxiratning oldin bo'ladigan alomatlaridan xabar berib, dedakning o'z xo'jayinini tug'ishi, qo'y boqadigan yalang oyoq namrat kishilarning bino silishda baslashadigan bo'lib ketishini ko'rishingdir deganlarni tilga olgan. Yana bir rivoyatda mundoq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yalang oyoq, och qursoq, kambag'al kishilarning boshqalarga bosh bo'lganligini ko'rsang, bu qiyomatning alomatlari va belgilaridandir deganda, ey Rasululloh, qo'y egalari va yalang oyoq, och qursoq namrat kishilar kim deb so'ralgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam arablar deb javob berdi. Uy va bino silish va ularni egiz qilish agar ko'z-ko'z qilish, hakovurlik va kibr uchun bo'lmasdan foydali ish uchun bo'lsa, uning harom emasligida shak yo'q. Bino silishda ko'z-ko'z qilish degan uylarning qavatlarini ko'paytib, uni egizlatishda. Bino bezab, yasab, zo'raytib, uylarni kengaytirib, o'rindiq krislolarni ko'paytirishda bo'ladi. Mallar ko'payib, dunyo odamlarga oldini qilayotgan mushu zamonimizda bularning hammasi yuz beryotidi. Buningdan sahro dallarda yashaydigan chorvachilar o'z ishlarini tashlab, bino silishga yuzlandiganligi, uy va bino saroylarini silishda bir-biri bilan kibr tamanna, maqtanish yuzidan baslashishga boshlaydiganligi, hammasi o'zining salgan binosining boshqalarninkidan egiz bo'lishini orzu qilishadiganligi maqsad qilinadi. Qurilishlar bilan faxrlanish bugungi kunda arablarda emas, balki boshqalar orasida umumlashib ketdi. Shunga nurg'unlagan davlatlar egiz bino saroylarini silishda baslashadigan va shu orqali faxrlanib maqtanadigan bo'lib ketdi. 22. Ma'lum kishilarga salom qilinadigan bo'lib qolishi. Alloh taolo salomni insonlar orasidagi muhabbat va rishtaga belgi bo'lsin deb yo'lga qo'ydi. Shunga kichiklar cho'nglarga, boylar kambag'allarga salom berdi. Arab bo'lsin, ajam bo'lsin, oqtanlik bo'lsin yo qortanlik bo'lsin, to'nisin yoki to'nimasin, hammasiga salom berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlar iymon aytmoqcha jannatga kirmaysizlar. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguncha iymon aytgan bo'lmaysizlar. Sizlarga bir-biringlarni yaxshi ko'rishga turtki bo'ladigan narsani deb beraymi? Aranglarda salom sahatni umumlashtiringlar." Qiyomatning alomatlaridan yana biri bo'lsa, ma'lum kishilarga salom qilinadigan bo'lib qolishidir. Ma'lum kishilarga salom qilinadigan bo'lib qolish, tunishlarga salom qilinib, tunimaydiganlarga salom qilinmaydigan bo'lib qolishni ko'rsatadi. Halbuki tunaydigan va tunimaydigan hamma odamga salomning umumyuzlik qilinishi sunnatdir. Abu Ja'd rivoyat qilib mundaq deydi: Abdullah ibn Mas'ud bir odam bilan uchrashib qoldi. U odam: "Salom sana ey ibn Mas'ud" dedi. Abdullah: "Allah va Allohning rasuli rostchildir. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kishining masjididan uningda 2 rakat namoz o'qimay o'tib ketishi va o'zi tunaydigan kishilarga salom qildigan bo'lib qolishi qiyomatning alomatlaridandir deganligini anglagan edim" dedi. Sahihaynda kelgan yana bir rivoyatda bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan islom dinining yaxshi xislatlari qaysilar deb so'radi. Rasululloh uningga: "Kishilarga osh non berishing, tunaydigan odamgami, tunimaydigan odamgami salom qilishing" deb javob berdi. Birlik kelingan hadis. Buxoriy 12, Muslim 169 hadis. Sajiya Islom tadqiqot markazi.